Ochiq aytish kerak, tadbirkorlikning endi boshlayotgan yoshlarning 30% biznes ko'nikmasi yetishmasligi uchun qiyinchilikka uchrayapti. Ishmetov banklar bilan bunday yoshlar uchun mutaxassislarni ajratib, og'irini yengil qiladigan alohida yondashuvli yangi tizim qilsa bo'ladi. Ana shunday tadbirkorlarimiz o'ziga mos sharoitda ishlab, faoliyati kengayadi, daromadi ko'payadi, muhimi ertaga sinib qolmaydi. Shu bois har bir hududda tadbirkorlikka o'qitish, g'oyani biznesga aylantirish, buxgalteriya, bank, marketing, ichki va tashqi bozorlarga chiqish bilan bog'liq kompleks xizmatlarni ko'rsatadigan yoshlar biznes inkubatorlarini ishga tushiriladi. Viloyat hokimlari yoshlar uchun qulay joylarni belgilab, Irisbek va boshqa banklar va Sadullayev bu yil Qoraqalpog'istonda, Jizzax, Namangan, Surxondaryo, Xorazm va Toshkent shahrida, keyingi yillarda qolgan hududlarda bunday markazlarni tashkil qilishga mas'ul va javobgar bo'ladi.